Sizda ham xuddi shunaqangi bo'sh turgan joyingiz bor, qarang. Xuddi shuncha joyga 50 para amadinka tashladingiz. 50 para amadinka tashladingiz. Oldinga 1 so'm pul tikmaysiz. Shunaqani biz sizga 50 para amadinka qilamiz. 50 para amadinkani oylik to'lovi 600 ming so'mdan chiqadi. 50 para ya'ni 100 ta amadinkani to'lovi 600 ming so'mdan chiqadi. Oylik to'lovi 12 oyga. Shunaqani olib kelib tashlaysiz. Qarang, 1 oy, 2 oy 600 ming so'mdan 2 oy to'lalasizmi? 2 oy o'zingiz to'lang. Ya'ni 3-oydan boshlab 50 para amadinkani dan bir 10 para bola oyiga sotib tursangiz ham 10 jup 50 jup amadinkadan 10 jup oyiga sotib tursangiz oylik to'lovini ham qoplaydi. Qo'shimchasiga donini ham qoplaydi. Просто 2 oy o'zlaring to'lasizlar, qolgan summani bemalol qushni o'zini o'zi qoplab ketaveradi. Ana sizlarga imkoniyat. Boqinglar, havas qilganlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, pastda nomerlar qoldiryapman, telefon qilinglar, xohlagan qushlaringizni bo'lib to'lashga boshlang'ich to'laysiz. Hoziroq biznesni boshlanglar, qo'shimcha daromad deganlar. 1-2 oy o'zingiz to'laysiz, undan yog'iga qushlarni o'z sizga oylik to'lov beraveradi.